Muhabbatnoma 36 qism. Shakila bir yoqdan to'g'ri savdosi, bevosita tarqatish va mahsulot tashviqot ishlarini qilsa, yana bir yoqdan Laylagulning davolanishi uchun munosabatli kishilar bilan aloqalashib, doktorxona taraf o'tirg'i qo'ygan shartlarni hozirlab, yana bir tarafdan mangib do'kon ochib berishning qo'yida har yon qatirab, ishlarni uyan-buyan yurishtirib avara edi. Onunğa yordam qilay desammi, osh tamoqdan boshqa ishiga yordam qilolmayotdi. Men shundoq o'ylab qolgan seri, Eliqi Samandar degan yigit hadisi bizning uyga kelib olib, Shakilaning nimalarni yaxshi ko'radiganligi, nimaga ehtiyojlikligi, nimalarni yoqtirmaydiganligi, shu tapning o'zida nima lozimligi qatorliq ishlarni tafsiliy tushunib, mijozini o'zining singlisi yoki ayolining qo'yib aylanib bilgandek bilib, shuningga qarata ish ko'rib, uni kichik bolani papilagandek papilab, eg'izdan chiqqanini qilib berib, beqib yuradi. Bu halga qarab ichim pushdi. Asli uning yanida bo'ladigan, ishlariga qarashadigan, yordamlashadigan odam men edim. Bir talliq qerindishi, yolg'iz akisi edim. Va kichigidan boshlab hamma ishlarga men qarashadim. Toki uydan yomonlab chiqib ketib, keyin uningdan ayrilib qolganiga qadar. Uni Samandardan kullagan bo'lishim mumkin emas. Biroq ularning yaqin bo'lib ketishiga ko'zimchila chaqchaqlashib, kulishib yurishlariga ochchig'im kelgan seri qo'yim tutib, saproyim o'rlaydigan bo'lib qoldi. Shakilaning ko'nglini oyab, texi hech nima deyanmadi. U da shundoq bo'lavergandan keyingi bir kuni shu ishlarga nisbatan kayfiyatimdagi turoqsizlikni sezgan Laylagul eg'iz echib qoldi. Shuhrat, Samandar Shakilaga amriqlik qilsa ochiqimiz keldi ekan-a? Yo'q, undaq emas. Yo'qdi, men kichik bola emasman, bir qarabli bilalayman. Gap qilmadim. Bu qizning buncha chechanligini bir qarabla ichimdagini tepib olishni o'ylabmi baxmagan edim. Qarang, siz degan uning akisi, yana kelib hammamiz cho'pcho'ng bo'lib qolgan odamlar. Demakchi, umu, sizmi, Samandarmi allaqachon to'y qiladigan yeshinglardan o'tib ketkilyapsizlar. Qiz bola degan cho'ng bo'siyatliq bo'ladi. Shakilani mangu bu uyda ep qilolmaysiz-da. Umi ko'ngli tushgan birasi bilan to'y qilib baxtini tepishi, bolaliq bo'lib bir uyni qizitib, ona bo'lib, qaynona bo'lib yashash kerak. Samandar bu uyga unib bo'g'icha chiroyingizni undoq sat qilib, odam yeydigandek oliyib pushuldab yursangiz qandoq bo'ladi? Ya singlingizni mangu qeri qiz qilib uyda ep qolgangiz bormidi? Undaq o emas. Ha shu, undaq emas bo'lgandan keyin ularga taringizni turmang. Ko'rdingizmi? Samandar kelsa Shakilami xushal bo'lib echilib ketadi ekan. Samandarmi uning shunchalik kuyinadi ekan. Asli men Samandarni taniganda, opam u balani Shakilaning hozirgi loyiq ekan degan menga. Keyin qarsam undaq emasdak. Shakila Irfandan o'zini qochirish uchun Samandarni qalqon qipla bizga uni loyiqim deb yolg'on aytib qo'ygandek bilingan. Hozir qarsam undaq emas ekan. Bizga o'xshash mayib qizlarning muhabbat ham turmushda tanlashimiz bo'lmaydi. Ba deyilgandimi, undaq mumkinchilik bakli to'van. O'zimiz yaxshi ko'rgan kishi bizni yaxshi ko'rmasa, ming chaplashvog'inimiz bilan bekor. Qarshi tarafmi bizni yaxshi ko'radi degan taqdirdimi, uning kaynida yana ota-onasi, urug' tuqqanlari bo'ladi. Shular qo'shilmasa shallanib qolganimiz qolgan. Shakila bilan Irfanning ishi shundoq bo'lmadimi? Opamning saranglar chiqarishtirishi bilan Irfan oxiri Shakiladan ayrilib ketishni tanlagan. Keyin yana opamning zo'rlashi bilan qancha norozi bo'lsa-mu chidab levini tishlagach, qon yig'lab turib yeliqi ayol bilan to'y qilib, baxtli bo'lolmay oxiri ajrashib ketib o'ltirdi. Pamlisam, hozirgacha Shakilani unutmay yuriydi. Mushundaq ishlarkan bu. Siz hozir Samandarga tishingizni bilib, uni Shakilaga yaqinlashtirmay yursangiz, uydagilar qo'shilmaydi ekan deb umidini uzib ketsa, Shakila yana qachon uningdek chiqisha oladigan, moslasha oladigan, hammishda royiga boqadigan, uni xushal qilishni o'ylaydigan, qo'li o'rnida qo'l, puti o'rnida put bo'lishni, dardiga yig'lab holiga yetishni xohlaydigan, ko'nglini tushunadigan, uni chin ko'nglidan yaxshi ko'radigan birsiga uchrasha oladi. Yana kelib Samandarning narsizga yoqmaydi. Qarsam aski-paski ishlari yo'q ekan. Ortiqcha kayib sapadan xoli, tarbiya ko'rgan. Pul tepishga epi bor, qo'l ilkida xeyli iqtisodi bor, xuddi opsig'i buyurtib qo'yilgandekla nuqsonsiz bor ekan. Uningda hamma jihatdan yetishgan, bo'ybasta qamlashgan, munavvar yigitlar kimni olaman desa ololmaydi deysiz?
Shakiladek qo'lsiz, mendek pussiz qizlar emas, ne baylarning ativorliq go'zal qizlarimi talishib, qo'g'lab yurib takidek esil bola u. Bundan keyin Shakilaning turmushida uningdek birining paydo bo'lishi tas. Paydo bo'ladi degandimi, yana necha yillardan keyin bo'lishi, hatto bir umr bo'lmasligi mumkin. Chunki olamda milliard kishi bo'lgan bilan ko'ngilga yoqadigini, turmushga sig'adigini faqat birla bo'ladi. Ana dasta shundoq birini topganda ularning turmushiga aralashib olmang. To'y qilamiz desa, chiroyliqini to'yini qilib, beshini qo'shib qo'ysangiz yaxshi emasmi? Lekin u Shakila bilan rostila to'y qilamdi. Pəpilab asrab keyindin yurganda qığını bilan aldab qo'yischi. Bo'ladigan ziroat ko'kidan ma'lum debdikan ko'nila. Men xeyli ko'zitib tushunib baxdim. U bola unda qiladigan chiroy emas. Shakila tashlab etmasala, o Shakilani tashlamaydi. Sizmi ko'nglingizni to'xtatib, ikkisining to'yini qiladiganqa ideyada tayyorlik ko'rib qo'ying. Ay, shundaqdimi xotirjam bo'lanmaydi ekanmi? Voy, ular kichik bola emas. Hamma ishlarga aralashib olmang, ha? Bir obdan o'tayotgan ikkisini besaramjon qilib nima qilatdingiz? Dushmandek hadisi orig'i kirib elib. Charchimamsiz deyman. Sizga qarab mening ichim siqilib ketdi. Uning chiroyini purishtirib, norozilik bilan qilgan gaplari kulkamni qistadi. Laylagul rost deydi. Singlimni har qancha yaxshi ko'rsammi, qancha amroq bo'lsammi, yotliq qilmay bir umr uyda o'tirg'izib ololmaydi. Uningmi baxtli bir oilasi bo'lishi, apam ikkimizdan qolsa, yar yo'lak bo'g'idek, yo'langidek bir hamroyi bo'lishi kerak edi. Men yoshligimning eng jo'shqin mazgillarini turmida o'tkazib, ne hissiyat, ne muhabbat, ne oila qarashlarini yetildirmagan. Jamiyatga amdilatin qayta qadam qo'ygan bo'g'ishqa, balkim uning keyingi ishlardan ansirab qolgan bo'lishim, muhabbatda azar yeyishidan voyim yeb samandarga ishonch qilolmagan bo'lishim mumkin. Laylagul shundoq degan ekan, ularni tushunib boqay. Singlimga baxt tilab, madad berib, hamma ishlarni u xohlagan usulda qo'llab boqay. Bir yaxshilanish bo'la va yoki boshqacha bir hikmati bo'la. Shakilaning Irfon bilan bo'lgan ishlarini opamdan va Irfonning opasidan qisqala ancha-muncha anglab qolgan edim. Laylagul Shakila bilan Samandar haqida so'zlab kelib, uni tilga ilib o'tgan ekan. Bu ishlarni to'liq bilgidek bir fursat tug'ildi deb o'yladim-da, uningdan ishlarning tafsilotini so'radim. Dardmanning o'tiniga o't tutishib bo'g'icha osmoni yomg'ir to'kadigan hayot. Qachonmi birsini murodiga yetkazib boqasan? Qachonmi yuragi og'irganlarning ohiga yetib, dardiga darmon bo'lasan? Ayolimdan ajrashib erkinlikka chiqqanimdan keyinmi Shakila bilan yarishib qilish xiyolimdan voz kechamadim. Va o'ylarimni qo'rqimsirabgina opamga aytib boqdim. Pamimcha apam bu qitim qarshi turmaydi. Ocham hodisada meyib bo'lib qolgandan keyin apam ilgirki kursidan xeyli tushgan. Hamda dadamnimi, Shakilanimi kamsitmaydigan bo'lgan. Tega to'la hollarda burun qilganlarga pushaymonlanib, uribmi qo'yatdi. Shunga qo'shilmaslik mumkinchiligini eng tuvanchakda o'ylab, apamga umid bilan shu gaplarni deb boqdim. Ay canım balam. Ayni çağda o kızını işkili kolu yok deb o'ylab, onun bilan to'y qilsang sana eğri tushib, turmushda qiynalib qolamiz lekin deb shunga qo'shilmagan edim. Onun ustiga meyib bir qizni xotinim deb agashtirib yursa, haqlar zanglik qilamdikin, bir umr shuning ot eshigi bo'lib, kirqatlarini yuyib, tamog'ini etib, chapinining tugmasini, oyog'ining bo'qichini etib qo'yib, chechini tarab, gerimlarini qilib, jafosini tatib o'tib ketamdikin deb sendan voyim yebdikanman. Laylagul bir putidan ayrilib qolgandan keyin shuni cho'nqir tushunib yetdim. Asli o'zi xolab ko'targan yukning eg'iri bilinmaydi ekan. Yurak xolab, kuyishib, tatishib turgan birisining jafosi jafo turmaydi ekan odamga. Uning ustiga boshqalarga har nimalarni deb azor berib qo'ysak, kamsitganlarimizning, azor berganlarimizning o'vali o'tqa aylanib, oz kun o'tib o'zimizning beshiga keladi ekan.
Kishilarning olamning o'tnisi tutidi degani shu o'xshaydi. Olamning o'tnisi bundaq tutsa pek tutidi ekan. Odam chidig'ili bo'lmaydi ekan. Ay esit, shu bechora qizim. Guldak bir qiz bola qarab turib miyib bo'lib qoldi. U qitimliq hodisani tasadduqmi deymiz amdi. Lekin cho'nqurlab o'ylasam, mening qilgan atganlarimning jazosiga shu qizim ketdi. Shuningdan keyin ideyam o'zgardi. Miyib bo'lsa nim bo'pti ekan. 4 kun yashab o'lib ketadigan jahonga nim qilaman, hamma ishlarga kirishib olib. Sizlarni o'zimni qiynab. O'tgan ishlarga ko'p pushaymonim bor. Vaqtni keyniga qaytarg'ili bo'lsa, ishkinglar qaytadan savog'dash, ko'ngildash bo'lib o'tgan bo'lsanglar, to'y qilamiz degan bo'lsanglar, hargizmi qarshi turmaydim. Lekin balam, u qiz hozir Hilqin nemitdi? İsmi eg'izimga kelmaydi shu balaning. Avu Samandar degan direktor bola bilan chiqishib qopti. Seni qaytadan o'ylashib baqamu sencha? O'ylashdi degan taqdirdimi, burunqi ko'ngilsizliklarni unutib qola olamdi. Shumi bir gap degina? Qanday qilamiz bu ishni? Apam xijolatchilik ichida bir tishlam bo'lib, qizirib, tatirib o'ltirib shu gaplarni qildi. Agar uning turmushida Samandar bo'lmagan bo'lsa, hozirmi menga fursat berdiganligiga ishonatdi. Apam rost deydi. Samandar bilan chiqishib, uningga ko'nib qolgan yerda meni qayta o'ylashib beqishi qanday bo'la? O'ylasam, beshimning ichimi, teshimi qatatdi. Taqdirimizda bir mo'jiza yuz berib, uning bilan ayrilib ketishni shu qadar umid qilatdi. Chunki yili hamma uni savoqdashlik mazgilimizdagiga o'xshashla chin yuragimdan suyatdi. Opamdan qasla ikkinchi bir oq ko'ngil ayol hayotimda paydo bo'ldi. Tunji muhabbatning alamlik jarohatidan keyin ayol zotidan royim yongan va ikkinchilab muhabbat yo'liga qadam bosmayman deb ahd qilgan edim. Lekin hayot meni u xiyolimda qo'ymadi. Haqiqiy saf muhabbatga intiladigan, meni barliq bilan o'ziga tortib tura oladigan, birdam ko'misam chidamug'idek darajada seg'indira oladigan Shakila qalbimning ikkinchi bahori bo'ldi. Oliy maktabdagi chog'larda bir savoqdishimni yaxshi ko'rdim. Yuragimni desa sug'urib bagidek darajada ich kuyib, beshimga ilib ko'tardim. Umu meni yaxshi ko'rdigandek edi. Ko'nglimni ayaydi. Hamma gapini menga deydi. Ras, hamma gapini menga deydi. Keyin o'ylasam, dal shu hamma gapini menga deyish uchunla mening muhabbat talbimga qo'shilib ekan. Lekin meni chin ko'nglidan so'ymabdi ekan. Buni keyinlarda his qildim. Tug'ilgan kun, alohida kunlarning hammasida u orzu qilgan malikalarcha tabrik, xonishlarcha beshig' ilib ko'tarish, ajoyib katta voy deyishlar bilan uni chekamga gul qilib qisdim. Putiga kirgan tikanni kirpiklarim bilan ilishqa, beshig'i tushgan oftobni borliqim bilan to'sishqa, har qiyinchiliklarni bor kuchim bilan hal qilishga tirishdim. U hashamatchilikni, danglik markalarni, zamonaviy turmush va moda yashashni yaxshi ko'radi. Shu chaqlarda uning bu qiliqlarini madaniylikning, tarbiya ko'rganlikning ifodasi, pul xarjlashni bilish, pul tepishni bilishning, hech bo'lmasa qandoq yashashni bilishning ifodasi deb o'ylaydim. Toki uning manbagan pul bilan boshqa bir o'g'il bolaning tug'ilgan kunini o'tkazib berganini, eg'izda meni yaxshi ko'rgani bilan ko'nglida boshqa birining borligini bilganga qadar. Meni pul chiqarish mashinasi ko'rib qilib, o'zini mening erkak qizim hisoblab, xohlagancha erkilab, ko'ngli tatqanni oldirib, pul deganni oymay xashlab, tugisi mendan so'rab, vaqtida beramisam batnab, haftasiga necha qiydab, eli kulib, surkilib, eli ta'tirli qilib urushib, orqadala xatoligini to'nib kechirim so'rab, gah o'tlari, gah suvlar bilan to'mirimni tutib, har amallar bilan meni o'zidan ayrilolmas qilib etganga va men bu ishlarning keyindagi sirlarini bir-birlab bilib qolganga qadar. Uning yaqin do'stining yetkazib qo'yishi, ishonmasam, do'st turib tuhmat chaplab, qiz do'stimga o'val qilgan uchun ayblasam, ayol o'tmayla ishlarning tafsiloti dasturxonga chiqdi. Qiz do'stimning sirdosh do'sti, yotoqdishining qo'limdan yetilab opirib, shu tug'ilgan kun naq maydonini,
Candan aziz ko'rgan qiz do'stimning boshqa bir o'g'il bolaning tug'ilgan kuni uchun tilak tilab, sham puvlab, oxirda yana uning bo'yniga eslib turib, mangziga so'yganlargacha. O'g'il bolaning belidan quchoqlashiga masxush bo'lib, uning bag'riga o'zini tashlag'anlargacha ko'rsatib, ko'zimni echib qo'yishlarga ahlim lol holda qarab turdim. Etilib qolgan peti qizning yalang'och bilaklaridan tutib, silkib turib o'zimga qaratdim. U men eppagan yangsiz qip-qizil murosim ko'ynikini kiyib, dangliq markalik soat va men sovuq qilgan oq oltin yurishlik zinnat buyumlarini taqab, malikalardek yasinib, men elib bergan qimmat baholiq atirni chechib, xalqning tug'ilgan kunida hammaning ko'zini qamashtirib, chang chiqirib kulib, kimlargadir yepishib, mashq bo'lib yuribdi. Uningdan "Bu kim? Sen bu yerda nima ish qilasan? Nima ish xalq bilan quchoqlashib, shampoylab yursan?" deganimda, u qilchi huduqmay qo'limni silkib etib talog'i mangdi. Men uning keynidan qo'g'lab chiqib oldin to'sidim. Uning maqsadi men bilan odam yo'q yerga chiqib deyish ekanligini shu chaqda bildim. U shu holdimi petidan tushmay, kibrini ko'rsatib turib o'tadi. Muhabbatnoma 37-qism. Haman bir kuni mushundaq bir oshkorlanish bo'ladiganligini bilatdim. Lekin mendan ranjima Samandar. Baya sen men bilan ko'ygan yigit menga loyiqim bo'ladi. Sen bilan yurishdan ilgarila uning bilan bitishib qo'yganman. Keyin sen paydo bo'lding. Meni qo'g'lashding. Rad qilsam jahillarcha yepishding. Meni yaxshi ko'rman deding. Yaxshi ko'rishingga yo'l qo'ydim. Shuning uchun meni talablarimni qondirishing kerak edi. Raskatni day. Men sening pulingni deb, boy oilaning bolasi ekanligingni nazarda tutib, muhabbat talabingga qo'shilgan. Sen o'zing xohlading. Men pullaringni qo'lingdan talashib, bulab, talab ep xajlamadim. Tan olaman. Shu qadar voy deganlaringga qarab, ko'nglimda necha davolg'ishlarmi bo'ldi. Uningdan ayrilib ketib, sen bilan oxirgacha birga o'tay debmi o'yladim. Lekin yuragimni aqtirib baqsam, seni faqat yaxshi ko'ramaydi ekanman. Men faqat sendek menga pulni ayamay xajlaydigan, lekin qo'limning uchini tutmaydigan, yomon g'arazda bo'lmaydigan biriga muhtoj ekanman. Hissiyat jihatdan o'ylasam, uningdek o'zim yaxshi ko'radigan, yenimda bo'lsa xushal bo'lib, o'zimni baxtli hisoblaydigan biriga muhtoj ekanman. Asli sendan voz kechsam bo'ladi. Pulingni xajlamasam-mu, oshqanmaydim. Hech nimam kam bo'lmaydi. Faqat hozirgidek kang tasha xajlayolmaydim xolos. Lekin sen meni kashkil qo'ymading. Yiroqlashgan seri qo'g'laverding. Tanglikni qo'yiverding. Shuni uning bilanmi, sen bilanmi o'tiyverdim. U seni biladi. Ataqda qiz do'sting bo'lib yurib, pulingni xajlaydiganligimni, amaliyotda o'zini yaxshi ko'radiganligimni biladi. Dastlabda qarshi turdi, men bilan urushdi. Lekin opam og'rib doktorxonaga kirib qolganda, pul lozim bo'lib so'rasam beramadi. Sendan so'rasam ishkilanmay berdim. Shundan keyin qarshi turmadi. O'zingni tutqizmay, aldab shilab pulini xajlasang mayli. O'qish bitirgandan keyin aytlib ketsan dedi. Ma'qul bo'ldim. Buning o'g'il baldachilikda yot qiliq ekanligini, uning menga hech nima qilib beramaydiganligini, sen bergan narsalarning hech birini beramaydiganligini, hatto odatga bir sovg'at buyumi setib olish uchunmi opsidan pul so'raydiganligini yaxshi bilaman. Lekin qanday qilaman? Ko'ngil degan shundoq narsa ekan. Puli bor deb yaxshi ko'rib qolg'ili, puli yo'q deb yaxshi ko'migili bo'lmaydi ekan. Uni namrat bo'lsa-mu yaxshi ko'raman. Sen bergan pullarni men bilan tang xajlab yursinmi? Menga bir tan muzqaymoq epagidek puli bo'lmasimi? Pul tepish uchun bir ish qilishni xohlamasimi? Yana yaxshi ko'raman. Ishlar mushundaq Samandar. Xohlasang oxirgacha birga o'taylik. Yillar davomida balkim ondan royim yenib, seni yaxshi ko'rib qolaman. Yoki u o'zgarib sana o'xshash pul topa oladigan, hamma shartlarimni o'rindiya oladigan, meni bayasha turmushga ega qila oladigan bo'la. Ish qilib sen nimani xohlasang shu bo'lsin. Hozirgi kelguchi meni aldab yuribmi? Yana texi uyalmay, xohlasang u bo'lsin, xohlasang bu bo'lsin deysin-a? Men sening nazaringda nima, ha? Zangni qilib o'ynaydigan kichik bolangmi men? Serikchining g'achisidek mushundaq o'yintib yursang, bilmay, gap qilmay, ahmoq bo'lib beram deganman. Ishtingchilik bir vijdoning yo'qmi sening? Kim seni o'ynatibdi? Hey, kallangni ishiltib bir gap qilg'anasan. Rad qilsam o'zing unimay chaplashib olding-ku. Men bo'lmasam o'ladigandek qilib ketdim. Talpinga qo'shilsam xushal bo'ladi ekansan. Menga lozimligimmi bo'ladi ekan. Shundoq bo'ldi bu ishlar.
Başta rad qilgandan keyin seni yaxshi ko'rmayman degandan keyin yo'lingga mansang bo'ladigan nima? Men seni zo'rladimmi, ha? Zo'rladimmi? Endi menga ko'kamini qilib berma. Xohlasang davomliq shundoq o't. Xohlamsang yo'lingga mang. Ish qilib bu ishda hech kim zo'rlayolmaydi. Pul uchun hamma ishni qilamsan, ha? Sana ber. Pul besla hamma ishni qilamsan. Birisining yolg'on qiz do'sti bo'lish, yaxshi ko'rmay turib yaxshi ko'rman deyish shuncha osonmi sana? Seni chin yuragimdan yaxshi ko'rganimning, sap, samimiy muhabbat ato qilganlarimning oldingda qilchi yuz yo'qmi? Voy, to'la menga kitobiy gaplarni qilib bermay qara. Xohlamsang yo'lingga mang. Muhabbatlashman deb kim zo'rladi seni? Bu chaq bo'lganda hisoblashib jidal qilgan bilan men nima qilib beraman sana? Men seni yaxshi ko'rmayman degina, shunga bu ishda chiroyliqcha tugasin. Aldandim deb o'ylab qolgan bo'lsang o'zingdan-ku. Men seni azdirib, o'zimga qartibamdim. Rad qilsam unimag'an sen o'zing. Men seni yaxshi bilaman. Menga xajlagan pulingni so'rab yurmaysan. Ba'zan olmaysan tayinliq. Şun hamma ishlar uchun sana rahmat. Mushundaq ayrilib ketgan bo'layli. Amsi xo'shmi? Uning yo'lsizliklari ko'p edi. Men yaxshi ko'rib, talab qo'yib, keynida yurganimdan boshlab yo'lsiz jidallari, o'rin yo'q talablari, yo'qlan bahonalari tugab baxmagan. Ayib o'zida bo'lsa-mu bir chiroyliq apirib, boshqalarga do'ngab qo'yishga usta edi. Bu qatimmi hamma xatolikni akilib, mening do'tlikimga, johilligimga chaplapla kepinimni tiklab qo'ydi. Nima deyalaydim? Har nima deb baqqan bilan o'rni bormi? Ishqida ko'yib o'ladigan ish bo'lsa-mu, uningdek muhabbatimni nazarga ilmagan, ikki qiyiq tang dasab yuribmi, yana qilch xijillik his qilmaydigan. Mening pulimni apirib, boshqa o'g'il balga xashlab beribmi, yaxshi ko'raman deb erkilab qo'yib, haqning qo'yinida yuradigan. Dili boshqa, tili bo'lak, o'zinikin yo'lli qatorga chiqarib, oq balaxon bo'lib og'ili amroq birining davomliq oldishiga ma'qul deb, dalda go'mish bo'lib bermayman-da. Shundan keyin uningdan barliq aloqamni uzdim. Ammo azob, o'kinish, xo'rliq dastidan necha yilgacha qaddimni ruslayolmadim. Muhabbat, to'y deganlarni texmi o'ylayolmadim. Shundan keyingi tushanchamda opamdan boshqa ayol zotining hammasi uningdek quv, yolg'onchi, iflos, razil, nomussiz edi. Hammali qiz ayollar ko'zimga uningdek hiligar, tulki mijoz ko'rinib, hatto hayotdan umidimni uzgilimi tasliq qildim. O'qish bitirgandan keyin opam to'yga zo'rlab, uni buni tanishtirib baqdi. Lekin men o ishlarga zehnimni beramadim. To'g'risini aytganda, ko'nglim o'lgan. Yuragim muhabbat degan tuyg'uni to'nimas bo'lib qolgan edi. Shundan keyin opamga yordamlashib, shirkatning ishlarini rivojlantirishga kuch chiqarib yurdim. Opam mening imtihon berib, qaysidir idoralarning odim bo'lib ketishimni xohlamadi. Qo'lidagi igilikni menga o'tkazib berishning g'amida necha qatim gap purtib, ko'nglimni tinglab yurdi. Menmi uning birdan-bir tayanchi, yolg'iz o'g'li bo'lib sübtim bilan opamning yukini yengillatishim, qo'lini sovutib, ishlarning eg'irini qo'limga ilishim kerak edi. Shuning bilan Güldar Girim buyumlari savdochilik shirkatining direktori bo'lib, bu sohaga rasmiy qadam qo'ydim. Shakila bilan to'liq tasodifiy holda tanishib qoldim. Bilib bilmayla turmushimning eng muhim bir qismi bo'lib qolgan u mening o'lgan ruhimni qayta tirildirib, zidirlangan yuragimni saqaytdi. Bara-bara dunyoni uningsiz tasavvur qilishdan qo'rqadigan, uning bir kulgisi uchun barimdan kechishimni tayyor turadigan bo'lib qoldim. U meni yaxshi ko'ramdi, ko'mamdi bilmaydim. Ammo har qatim meni ko'rgandagi sabiy kulgisi, tatliq jilmayishlari shirin bir sizimga aylanib, yuragimning qat-qatlariga ketdi. Boshqa hamma odam uni meyib deb kamsitishi, ikki qo'li yo'qligini turmushni davomlashtira olmaslik deb tushunishi va yoki oilasidagilarga egri tushudi, yuk bo'lib qoladi deb o'ylashi mumkin. Lekin uning turmushini, qilayotgan ishlarini tafsiliy ko'zlaydigan bo'lsa, ahvolning butunlay ta'tirsiz ekanligini, uning oilasiga yuk bo'lib qolish u yoqda tursin, oilasining eng egri yuklarini ko'tarib ketayotganligini, eng muhimi opasining eng cho'ng yo'lanchuki ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Jahonda yana qanchalik qizlar uningdek yashay oladi? Minglagan, millionlagan qizlar ichidan qanchisi oilaning barliq iqtisodiy yukini zimmasiga olib, yiqilsa g'ayrat bilan o'rnidan turib, ko'z yoshini pinhonda yig'lab,
kulgisini aptap qilib olamga chachalaydi. Boshqa normal kishilar putida cho'ka va qo'shiq qisib tamoq yeyish, putida chechini yuyish, uy tozalash, kirqat yuyish, tamoq etish, narsa kerak setib olish, hatto putida girim qilishlarini tasavvur qilolmasligi. Birisining shunday qilganini ko'rsa, hayronlikdan o'ngdisiga uchib tushgili tas tamas qilishi va yoki ko'ngli ilishib yondirib etgidek bo'lishi mumkin. Ammo boshqa kelganda botur degan so'z bekor aytilmagan. Har kim bir ishga majbur bo'lmasa, uning amalini qilishni o'ylamaydi. Ya'ni shundaqla o'zi beshidan o'tkazmaganni xiyoliga keltira olish tas. Men shakilarning bevosita tarqitish akkauntiga kirib, uning o'ziga girim qilganini, ya'ni kelib qo'llari o'rinda putini ishiltib girim qilganini, kasbiy jihatdan tarbiya olgan xili girimchiklardan qilishmaydigan girim mahoratini va mol tonishtirib setish qobiliyatini ko'rdim. Intayin o'lchamlik davlat tili o'rtaq talaffuzni angladim. Dastlabida hayron qoldim. Eng boshda uni menga katibim tonishtirgan edi. Bu qiz Shinjonglik ekan, Urumchi turadigan o'xshaydi. Ismini Shakila Turg'un deganda qildi. Arda bira Uyg'ur so'zlab qoladi. Lekin mal tonishtirganda ham kirim qilganda asosan o'lchamli davlat tili o'rtaq talaffuzni so'zlaydi. Onun akkauntiga kirib bevosita tarqitishni ko'radiganlar, mal setib oladiganlar bek ko'p. Texi bevosita tarqitishga inkos yozib, vakolachi bo'ladiganlarmi jiq. Mas'uliyatlarimizning tashviqot ishlarida uning bilan hamkorlasha olgan bo'lsak bek yaxshi bo'ladi. Bu qiz meyib bo'lganligi ham putlarni qo'li o'rnida ishlata oladiganlar uchun uningga qiziqadigan, ko'ngli bo'ladiganlar bek ko'pkan. Bo'lmasa qo'l putlari saq, bejirim bevosita taqtish cho'lpanlari shunchalik ko'p bo'lsa hada faqat ular buncha ko'p tanilib ketmasdi. Ish qilib, men mushu qiz bilan hamkorlash taklifini beraman. Qog'iniga o'zingiz o'ylashib beqing. Katibimning qiziqtirishi bilan uning akkauntiga kirib yarim soatcha jimjit ko'rdim. Rost degandek u davlat tilini to'lim yaxshi so'zlagandan sirt mas'uliyat tonishtirishini shunchalik jonliq, tafsili ham xaridorlar, vakolatchilar ko'ngil bo'ladigan taraflarni chiqish qilib turib so'zlab, hammani eg'izga qartib qo'yadi. Bevosita tarqitish jarayonida tonishtirgan mas'uliyatni qimmat ko'rganlarga shu narsaning aloyidligini isbotlab turib so'zlab, kerak bo'lsa o'zi ishiltib, amaliy holatini aniq ko'rsatib berib, amalning boricha ularning ishonchisiga erishishga tirishadi. Tor savdo sohasida tirishchan kishilar ko'p, lekin uningdek astoydil, samimiy jonliqlari ko'p uchurimiz kerak. Men shu chog'da uning shu taraflariga ondan sabiy chiroydan to'kilib turadigan aql farosat, go'zallik, illiq kulimsirashlarga mabtun bo'lib qolgan edim. Biroq qat'iy tan olatdimki, u chog'da bu qizni yaxshi ko'rib qolaman, hayotimda munchula mo'yim o'rin tutib qolar deb o'ylab baxmagan edim. Keyin ishlarning taraqqiyotida olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Ikkimiz savdodagi hamkorlashuvchilardan eng yaqin do'stlarga, deyishmaydigan gapi yo'q sirdoshlarga aylandik. Ammo shu sirdashishlar davomida yuragimning o'nili izlaydigan bo'lib qolganligini, uningsiz turmushning to'limi ma'nisiz, muhabbatsiz bo'lib qoladiganligini, xushalligimning manbai dal uning kulgisi ekanligini his qilishga boshladim. Men uni yaxshi ko'rib qolgan edim. Go'yo buningdan burun muhabbatda azariyab baxmagandek, mag'lub bo'lib yuragim og'rib baxmagandek, u mening tunji muhabbatimdek bilinadigan bo'lib qoldi. Qaysi bir kitobda tunji muhabbat degan faqatla tunji qatim ko'ngil berishgan kishisini bildirmaydi. Haqiqiy muhabbatni his qildirgan va samimiy sadoqatlik muhabbat ato qilgan tunji kishini ko'rsatdi degan mazmunlarni o'qiganim esimda. Agar shu so'zlarning o'rni bor deyilsa, Shakila mening tunji muhabbatim hisoblanadi. Uning menga ko'ngli bor yo'qligini bilib beqish uchun dapmi qo'ymay yiroqqa ketishlarim, izdimay jimmid yo'qolib ketishlarim yetarli sinoq bo'ldi. Jimib ketsam, u xavotirlanadi. İzdimisam qaydaydi. Karim bo'lmasa urushatdi. Chig'i tegsam, ochchig'i keladi-yu, ko'nglimni ayaydi. Boshqa qizlar bilan yaqin o'ssam, shuklab, kam so'z, jimg'ur bo'lib qoladi. Demak, u meni yaxshi ko'radi. Buni o'zi ya biladi, ya bilmaydi. Chiqilib bayqisam, u meni yaxshi ko'radi. Dunyoda buningdanmi go'zal ish bo'lsinmi? Ichimdan xushal edim. Uning ko'nglidan muhim o'rin tutganligimdan faxrlandim. Uni chin qalbimdan so'yatdim va asraydim.
muvofiq bir paytni tepib uningga ko'nglimni bildiray deb turganimda kutilmagan bir ahvol yuz berib, uning savoqdishi bir qatam to'y qilib ajrashgan Erpon ismli biraylan oramizga shum bo'ydak undi. Erponning jur'atsizligi, hamma ishni vaqtga qo'yib berib, jimmida turishlari bu raqobatda tavan o'rinda ekanligini izohlab turadi. Eng muhimi, Shakilaning uningga ko'ngli yo'qligini uzoq o'tmayli bilib qoldim. Hamda dadillik bilan oldiga o'tdim. Keyingi ishlarning o'zim kutgandek yaxshi bo'lish uchun opamning qo'llashiga erishishli qolgan edi. U bu meyib kelinni qabul qilamdi yoki to'y qilishimizga qarshi turamdi? Buni bilmaydim. Men faqat uning qo'llashini qo'lga keltirish uchun samimiy, sodiq muhabbatim bilan chin qalbimdan tirishchilik ko'rsatalaydim. Qolgan umidni taqdirga bog'lab, Shakilani menga yor qilgan baxtli bir turmush ato qilishini kutatdim. Erpanning ojisini davolataman deb Urumchiga yondirib kelganimdan keyin Samandar menga boshqacha yaqin turadigan bo'lib qoldi. Nemishqa undaqligini bilmadim. Ishqilib menga burun qadimi bak kuyinadigan, halimni so'raydigan, Laylagulga mening o'rnimda g'amxo'rlik qiladigan, bizning uyga burun qadimi ko'p keladigan, askartib qo'ymasam uyga qaytishni unutib qoladigan bo'lib ketdi. Samandarni o'zimga shu qadar yaqin his qiladigan bo'lib ketgan kunlarning birida uni oshxona uyda qo'ltiq hassiga tayinib o'ri turib qachiyotgan Laylagulning yonida zo'q-sho'q bilan so'zlab, kulgash, varaslatib, olma yeyotgan holatida ko'rdim. Ko'rdim-yu, shu an judonim o'rladi. Muhabbatnoma 38-qism. Mening uyimda, mening do'stim bilan mening ko'zimchili kulishib, hejishib, texi bir-birining ko'ziga kirib ketgidek bo'lishib ketgan ishkisiga o'shligim kelib, hujramning ishkini jang'ida yepib kirib ketdim. Uning yo'q, ularning qig'ini bahli ichimga o'tib ketdi. Ochig'imni besolay dedim-yu, unda qilamadim. Chiqib urushib, dadimni elvilishni o'yladim. Lekin u kimim edi? Nimamdi? Menga ko'ngil haqida bir qitim eg'iz ichib baqdimi? O'zimning zodan nimasi bo'lishimni belgilab berdimi? O'zim ko'nglimni yaqin tutib qolganim uchun urushsam muvofiq bo'lamdi. Barliqim bo'lasan deganlarning holi shu edi. Amdi hech nima deb baqmaganlarning holi yana qanchalik bo'la? O'zingni tut Shakila. O'zingni bil. Dardimni ichimga yutib, ojizligimdan, ko'nglim tushgan odamga yaqin turolmaganimdan, dadillik bilan oldiga chiqib, uningga ko'nglimni bildirish huquqimning yo'qligidan ichim ochiq bo'lib, ezilib, yig'lab ketdim. Teshida Samandar bilan Laylagul eshikni urgandek, meni chaqirib bir muncha gap qilgandek qildi. Lekin shu tapda eshikni ochqim yo'q. Har ikkilisini ko'gim yo'q edi. To'xtamay urilayotgan eshikdan jahlim qotdi. Yo'qilinglar. Hech qaysinglarni ko'zim ko'rmasin. Meni oromimda qo'yinglar. Shu gap eg'izimdan chiqish bilan tang o'zimni to'xtatamadim. Ho'ngrab to'kilib, taza yig'ladim. Sirtkilar jimib qolgandek qilgan. Bir kamda eshik ochildi. Men bayili ichidan taqib atgan eshik teshidan ochildi. Kimdir biri hujramning zapas ochqichini uning bergan chig'i. Eshik ochilibla Samandar kirdi.
chiroyidan bir quchoq kulgi to'kib uni ko'rib ko'z yoshlarimni surtdim. Jahillarcha, saranglarcha zardi bilan qo'lsiz belgimda yoshlarimni surtib, uningga kaynimni qilib o'ltirdim. Ishingiz yo'qdek, kashkichi bu uyda timsiqlab yuravermay, uyingizga keting. Sizning ichingiz pushmagan bilan mening ichim pushib ketdi. Ichingiz pushdimi yoki kundashligingiz tutdimi? Samandar oldimga kelib, shundoq deb yejib turdi. Taqqida yuzimni burabla uningga qaradim. Yana shu bezanglachi mag'rur kulgi. Odamning ko'nglini o'g'irlab qochqidek masqushliq ilgida tikilib qarashlar. Ko'zlarimni yumib, yana kaynimga qarab oldim. Shipirlaganda qilib edi. Yenimga kelib o'ltiribdi. Kunlis qandoq bo'ladi-ki, shakila? Ochchiq kelamdiki odamning? Nim demakchi? Hech, so'rab baqdim. Yo'g'an ish bo'pti. Beshimni og'ritmay, keting. Hozir beshingiz og'rigan bilan kassam yuragingiz og'rib qolarmikin? Sizni yaxshi ko'raman, saram qiz. Bek yaxshi ko'raman. U shundoq deb meni astag'ini quchoqladi. Uning dumbamga chaplashib turgan ko'kragidan o't yalqini tapjetdi. Yurak so'qishi shu qadar kuchli ediki, hozirli ko'krak qabizni bo'sib chiqib, mening sanuvag'isiz tez va kuchli so'qiyotgan yuragim bilan birlashib ketadigandek tuyulib ketdi. To'satdan boyiqi ochchig'im nalagidir uchib, o'rnini o'tliq muhabbat, visol tashnoliqi egildi. Samandarning meni quchoqlashiga qarshilik qilay debmi, qilolmadim. Ko'nglim qo'ymadi. Nimani degan bilan u to'la hollarda xiyolimdan ketmagan. Kechalari uyqudan bidor qilgan. Yenimda tursimu, meni har minut, har sekund sig'indirib, ko'nglimga oromchilik bermagan yigit shu edi. Uning meni quchoqlashini, mushundoq bir holda shirin suhbatlarimiz bo'lishini men talay vaqtlardan beri g'oyibona xiyol va orzu qilgan. Mana endi kutkunim bo'lganda qandoqmi? Yig'anmi? Layligul ikkisiga bo'lgan o'shlikimmi? Joydili o'shdi. Kaynimga burilib, samandarning chiroyiga qarashga jur'at qilolmadim. Bu ishlar men uchun go'yo bir tushdak. Medirlisamni uyg'onib ketib, tushim buzilib ketadigandek tuyuladi. Shu tarzda bir hazo o'ldirgandan keyin samandar yana quliqimga shivirladi. O'tganda siz menga meni loyiqim deb butun shahar xalqiga davosingizmi mayli deganda, men sizdan opamga davosamchi deb so'ragan. Esingizda bormi? Men oxiri deganimni qilib, u gapni opamga davoldim. Ha? Siz? Ha, opamga dedim. Sarang bo'ldingizmi? Ha, sarang bo'ldim. Rastıl sarang bo'lib qoldim. Siz o'zingiz davolamisiz, endi saqaymayman. Rastilla. Chaqchaq qilmang a. Opingizga undaq demagansiz har qancha bo'lsa-mu? Deyishimni xohlamsiz yoki demasligimnimi? Bilmayman. Men bilaman. Deyishimni xohlaysiz. Bo'lmasa, muncha ko'ngil bilib yurmaydingiz. Gap qilolmadim. Ko'zlarimdan yosh agib qolgani o'zimga ma'lum bo'ldi. U yuzlarimni alqalari orasiga elib, qayrib meni o'ziga qaratdi. Nimadan ansirayotganingizni bilaman. Siz ansirgan ish dal men ansiraydigan ish. Uzoq vaqtdan beri mushu gapning javobi chiqmag'achqa sizga eg'iz etishdan o'ylab kelgan edim. O'g'il bolaning o'z opisini norozi qilmaydiganligini, norozi qilish badaliga baxt qasriga qadam qo'yishni tanlamaydiganligini yaxshi bilasiz. Hozir eg'iz ichib qo'yib, keyin ishlar men kutgan yerdan chiqmay qolsa, oldingizda xijolat bo'lib qolmay degan edim.
lekin bugun o'zimni tutib olishga imkon bo'lmadi. Meni Layligulning kunlashlaringiz ichimni kuydiryapti. Sapjindak. Sizni bakli yaxshi ko'raman. Bakli yaxshi ko'raman. Men har amallarni qilib opamning ma'qulligini qo'lga keltirmoqchi. Bu yo'lda menga hamdam bo'ling. Ikkimiz birlikda baxtimizning yangi yo'lini ochayli. Ma'qulmi? Baxtimizning yo'lini deb ketishlarini. Kim sizni kunlabdi? Qilinliqini. Qaytimga olmay ushuqlik qildim. Lekin ko'nglimdagi bayram tuyg'usini ichimga patmay, yuragimni sug'urib tortib chiqayotgandek qaynayotgan xushalliqimni bir o'zim bilatdim. Amsa ko'zimga qarab turibding-a? Faqatli kulmadingizmi? Meni yaxshi ko'rmamsiz? U shu gapi bilan ichimga bir o't sep qo'ydi. Yurak bag'rim vajjida bir ko'ygan bilan tang ixtiyorsiz uning bag'riga singib ketdim. Shuningdan keyingi kunlar dakki-dukki ichida o'tishga boshladi. Bir yoqdan muhabbat shirinligida xushal bo'lsam, yana bir yoqdan opasining qo'shilmasligidan ansirab yuragim suv edi. Erpanning opasimi qo'llarimning yo'qligini bahona qilib meni rad qilgan. Demagan gapi, qilmagan ahonat qilmagan. Amdi Samandarning opasimi shunda qilsa, ya ularni qabul qilolmaydi ekan debli saqiyib beramisam, ko'nglim ikkinchi qitim azor yesa, bu turmushning, muhabbat umidining men uchun davomlashtirgudek yana nemiz qoladi? Oxiri chiqishiga ko'zimiz yetmagandikin başlamaydiganmi ishkan asli. Lekin ko'ngilni undaq deb boshqarib bo'lmasa, ko'ymang deganga yurak unimasa, seg'inma deganga, yaxshi ko'ma deganlarga unat qilib bo'lmasa, qanday qilguliq? O'ylab beshimning ichimi teshimi qatdi. Bir yerlardan yig'marab qolgan kayfiyatim ha deganda tashvish orasida qoladi. Shundaq bo'lgan seri Samandardan ayrilanmaydigan. O yinimda bo'lmasa, gelimdan tamoqmi o'tmaydigan bo'lib qelyapatdim. Uning bilan chiqishib qolganimni opam bilan akamga diyolmaydim. O'zimda davomlashayotgan sarosimiga ularni boshlab kirgim kelmaydi. Shularni xayol qilib jimib qolganlarimda Layligul menga hamroh bo'ladi. Ortiq ham qilib ko'nglingizni buzib o'ltirmang. Har ishda bir hikmat bor. Balkim bu ishlarning hikmati sizni baxtga olib berishi mumkin. Yaxshilarga baxt aldirab nasib bo'lmaydi, lekin nasib bo'lganda bir umr ayrilmaydigini nasib bo'ladi. Bu nuqtaga ishining siz cho'qin baxtli bo'lasiz. Shu kunlarda Layligulga buyurtgan yolg'on putning tezroq bitib, doktorxonaning bizga uchur yetkazishiga qarab qolgan edik. Meyib bo'lib qolganligi sababidan idorasidagi bajgirlik xizmati odatdagi kotibotlik xizmatiga almashtirilgan. Ham oylab ishga bormasimi, bir kim surishtisini qilmaydigan bo'lib qolgan bu qiz mening bevosita tarqitish va to'r so'dlarimga qiziqib qolgan edi. Xabar kutib uyda o'ltirishga boshlagandan beri tamoq etish, choy damlash, kir yuyish degandek ishlarni opamdan talishib yurib qolgandan sirt menga ancha-muncha yordamlashyotdi. Opam akamga echib beradigan do'konning ishi bilan paypidak bo'lib, uzoqdan beri jamiyatdan ayrilib, turmada turgan akamga savdo ishlarini bir qo'r o'gitish uchun har kuni degidek bozor cho'gilab, bozor ahvolini egilab yuradi.
Şuna, Samandar kembigen çağlarda asasen ikkimiz yalğızlık qalattık. Bu kasbda to'lasi uyda o'ltirib pul tepib, uyda o'ltirib qajlaydigan ish bo'lg'ashqa, menmu amalning baricha suvdan jonlantirish, mahsulot tashviqotining eng unumli yangi usullarini tepish bilan ovora edim. Kunlar shu tartibda o'tavergandan keyin umu akonti ichib mendan bevosita tarqitishni o'rgandi. O'ylamabdiman. U naqshini haqiqatan bak yaxshi aytadi ekan. Uning ustiga davlat tili saviyasimi meningkidan qilishmaydi ekan. 70-80 yillardagi dongliq davlat tilidagi naqshlar, Shanxay sahili, G'arb sayohat, Malik Xuanju qatorliq televiziya teatrlarining qistirma film naqshlarini aytib, uzoqqa bormayla bir moch mastani to'pladi. Bu qizning shunchalar ko'p ham qadimiy hisoblanadigan naqshlarning tankash muzikalarini nerdan topganligiga kishining aqli yetmaydi. Shuning bilan mening bevosita tarqitishlarimga kuch qo'shildi. U bo'lsa-mu Layligul ba'zida mening akkauntimda men bilan birga bevosita tarqitib, mastanlarimga, xaridorlarimga naqsha aytib beradi. Hamda men tunishtirmoqchi bo'lgan mahsulotlarni kuchab tashviq qilish beradi. Vaqt o'tgan sari umu bu ishning ahli bo'lib qoldi. Menmi uni to'g'ri savdosi sohasiga boshlab kirib, mushu qobiliyatiga tayinib pul topalaydigan holga yetkazib qo'ydim. Umu buningdan shunchalik xushal edi. Hash-pashtigacha 2 oy o'tib ketdi. Savdo tashviqot ishlari ko'ngildagidek ketayotgani, oiladagi ishlar normal davomlashgani bilan ko'ngildagi tashvish har kuni shu xilda davomlashib bormoqda edi. Muhabbatnoma 39-qism. Shakilaning mendan zoda nimani yoshirayotganini bilmadim. Uning kayfiyati burunqidek turaqliq emas edi. Ko'zlarida lig'irlab qolgan suzuk yoshlarni har vaqt degidek ko'rib turardim. Men hayot. Yenida aksuma yenib keldi. Dadasining yo'qligini hisobga olmaganda oilamiz butun bo'ldi degan gap. Shundaq turib, uningga yana nima g'am, nima azob bu? O'ylab faqat tegiga yetamadim. Ko'chilab so'ray desam texi. Diliga azor berib qo'yamanmi deb qo'rqaman. Qarasam, Layligul bilan pichirlashib, shivirlashib mo'dishligandek qiladi. Lekin uningdan so'rasam, gapni ep qechib aniq bir nima demaydi. Shu kunlarda Samandar orqa-orqadan komandirovkaga chiqdi. Shanxaydan kelsa Guangzhouga, Guangzhoudan kelsa Shenzhenga deb yurib, qaysi bir shirkatning mahsulot e'lon qilish yig'iniga, qaysi bir zavodning yangi mollarini ko'rib o'tkazib olishlarga, ismini esida tutqilimi bo'lmaydigan bir kimlarning to'xtamlariga palaxshib yurib, faqat bir yerda turmaganchilik qildi. Bayqisam, u bu misala Shakilaning ko'zida yosh agib qoladigan chaqlar ko'payib qoladi ekan. Chiroyidan mung, hasrat o'rlab, hech kimning gapi tetmaydi ekan. O'zini hujrasiga solib elib, kunlab jimib qoladi ekan. Uningga qarab, ichim echib ketadi. Biroq hech amalini qilolmay yotardim. Shu ishlardan voyim yeb yurgan kunlarimda Layligul holimga yetdi. Mening o'rnimda Shakilaga hamroh bo'ldi, mungdashdi, kuldirdi, uni yolg'iz qo'ymadi. Ikkisi birga kulib, birga o'ynab, birga bevosita tarqitib, birga naqsh aytib, bolalikdagi qo'shnilarga o'xshab qoldi. U hamroh bo'lsa, Shakila aslidagi ochiq yo'riqligiga, sho'xligiga qaytadi. Shuningda men xotirjam bo'ladim. Biroq shu arada meni gumonga soladigan g'ayri ishlarmi yuz bermay qolmadi.
Qarasam, o'g'lim Shuhratning ko'zlari layliguldi. U yan o'ssa, bu yan o'ssa, shu qizning atrofini agib yurgan. Uni xushal qilish uchun bir ishlarni qilayotganimni demayli qo'yay. Qizning yuzlarida kulgi ko'rsa, o'g'limning chehrida baxt nurlari parlab, o'zicha bolalarcha sho'xlik qilib ketdi ekan. Ajoyib ishlarda. Turmadan chiqib, biz bilan jam bo'lgandimi, uning yuzlarida buncha xushallik, kayfiyatida buncha sho'xlik ko'rmagan edim. Endi bo'lsa, biz bilan qilch tuqqandarchiligi yo'q bir qizga kelganda, o'zini qo'yg'ili yer topolmay qilishlariga ichim torlig'im kamis keladi. Boshda sal judunim o'rladi. Sanglisi ishkimiz uni xushal qilishga tirishib, qilmaganlarimiz qamisi gap yo'q. Ammo paydo bo'lg'ili 6-4 kun bo'lgan nadiki bir besham xotinning qizidan xushallik istab yurganlari toza kallamdan o'tmadi. Ammo inishga o'ylab baqsam, bu qarashim toza durust bo'lmabdi. Uni har qancha yaxshi ko'rsakmi, qancha amroq bo'lsaqmi, bir umr yenimizda tutib qololmaymiz. Uningmi o'ziga tava bir oilasi, turmushi, xotin bolalari bo'lishi kerak. Umu uşaqlarni balam, ko'ynadigan, holiga yetadigan birsini ayolim deb, yo'qlab basaq billa oldimizga chiqib, dasturxonga tapqinini to'kib, biz bilan halning bo'lishi, men o'g'limning bolasi deb navrlarimni beqishim kerak edi. Navada, yaqin yurtlarda musafir bo'lib yurib, bilib bilmay, yomon yo'llarda mengib qilib, bugungacha turmada turib qolmagan bo'lsa, bu kamgacha 2-3 bolasi bo'lib, bir uyning mo'risidan tutun chiqarib yashaydigan chaqlardan o'tib ketganlar ne ekan? Chechim aqirib, belim mükchiyib qiyirliq yetgan bu yillarda asli navranni beqib o'ltiratdim demammi? Taqdir shundoq ekan. Bizning nima amalimiz bo'lsin? 36 yosh degan oz gapmi? U dehi endi chiqdi. Tuzuk biror kim bilan tanishib, turmush ishlarini o'ylash kerakmi bo'lmadi? Olam bu chaq bo'lganda, uning yeshig'i tang dematlik bo'ytaq qizlar nada turibdi? Hargiz chiqmaydi. Yeshi o'g'limnikidan kichikraklari chiqqan taqdirdimi, ishkirda jidalchilik qilib yurib turmada yotgan, oz kam 10 yil vaqti qorong'u kamerda o'tgan, na xizmatda, na tuzuk bir ish o'qiti yo'q, o'tir yoshga baray deb qolgan birsi yotib bo'lishqa ma'qul deyishi Najdtog'ning nerisdagi ish u. Do'kon ichib, tijorat boshlab berish oldida turayotganim rost. Lekin bu shaharda o'nchilik bir do'kon oilasini qamdog'dak va kelgusi uchun pul yiqodak iqtisod manbai bo'lib hisoblanmaydi. Bo'libmi echilgandan keyingi dastlabki 2 yilda. Shu holatida kimmi o'g'lini yaratib, uning bilan turmush qurishni xohlasin? Biz mundaqli qarab turmasmiz. Shundaqdimi ko'ngilga taalluq ishlarda bizning tirishqinimiz beka. To'y qilib birga yashaydigan ikkisi deyishsa, bir-birini xohlasa, ko'ngli tushsa, bir-birining ig'irini ko'tarib yaxshi ko'rishib, birga yashab ketalisa, shu eng muhim. Qaraganda o'g'lim Layligulga mabdum bo'lib qolgandek turadi. O'ylab kallamdan o'tgandan keyin men bu ortiqcha ishlarga kirishib olmaslik qaroriga keldim. Bir yonga qarsam, meyib qizim. U qiz bilan ichakishib, och singildek bo'lib ketgan. Bir yonga qarsam, o'g'lim shu qizga parvona bo'lib, ko'ziga cho'kib ketgandek bo'lib yurgan. Bolalarimning baxtidan ortiq nima lozim menga? Ras. U qiz meyib. Bir puti yo'q. Qo'ltiq qassiga taynib mangdi. Lekin bu mangu shundoq bo'ladi deganlik emas. Qizim Shakila uni davolataman, kesilib ketgan puti o'rniga yolg'on put sapiltib, hassiga tayanmasimi o'rnidan turib, ma'lug'dek holga keltirman deb tirishib yurmamdi ana. Undaq bo'lmagan taqdirdimi hech qisi yo'q. Uning hech kimga eg'ir tushmaydi. Texi boshqalarning eg'irini ko'tirish berish uchun 10 jinibodek tirishyotdi. Shakilaning davolataman deb qilgan shunchaki yaxshiligiga javob qaytarish yuzasidan xuddi uy xizmatkardek hamma ishni talishib yurib qilib, hammamizning qo'liga qo'l, putiga put bo'lib, yana texi qizimning eng yaqin sirdishi bo'lib yuradi. Ko'z tegib ketmasila. Endi mushu qiz bilan oilamiz mukammal bo'lib, o'g'limning baxti echiladi degan gap. Ashularni o'ylab yetgandan keyin ko'nglim tindi. Shuhratning turmush ishidan g'am yeyishimning hojat qolmagandan keyin uningdan xotirjam bo'lib qoldim.
Gülbahar qizimni kelin qig'ili unmagan bilan o'g'limni kuyovil qilishga unaydiganligiga ko'zim yetadi. Shular xiyolimdan kechish bilan tang ixtiyorsiz kulgim keldi. Ajoyib jahonda bu. Bormayman degan tugumanga 7 qitim beribdi degan mushi bo'lsa kerak. Ayni chaqlarda Gulbahor bizni sendek cho'loqni o'g'limga eppamayman, sana o'xshash sho'rpeshani xotin bilan hargizmi quda bo'lmayman deb tillab, eg'izi-eg'iziga tegmay gaptirga qo'lashmay, ashu bir jeniga 10 kishi kayvatgan. Mana endi Laylagulga zakaz qilgan yolg'on putning putib yetib kelganligi xabar qilingan kuni men Shakila, Laylagul uchimiz Billa doktorxonaga bordik. Bir qator moslashtirish mashg'uloti va tahliliy mashqdan keyin doktor uningga yolg'on putini taqib qo'ydi. U qo'ltiq hoslarini ishlatmagan, yolg'on putiga tayangan holda asta o'rnidan turdi. Biroq dastlab shiltishi bo'lg'ashqa ko'nalmay bir haza qiynaldi. Qadamni yaxshi ololmay, qaytanlab yiqilib ketgilivedi, ushqanday berib uni tutib oldi. U yiqilgancha quchog'imga tushdi. Qandoq bo'lib shu turqidila bir-birimizga qarshib turib qolganimizni bilmadim. Doktor kelib, uning yolg'on putini tutganda o'zimizga keldik va xijolat ichida kulimsirashdik. U menga bo'sh shivirlab, "Rahmat" deganda vujudim larziga kelib, yuragim sho'rrida eqib ketgandek bo'ldi. U doktor bilan billa yolg'on puti bilan haplashayotganda Shakilaning ma'nili kulib turgan sinchi ko'zlari bilan ko'zlarim uchrashib qoldi. Shu hamon bo'yinlarimgacha qizirib ketganimni sezib turdim. Bir qizdan, opamdan yiqqandamı bak yiqirganligimni tan olaman. Mushundaq bir chaqda uning ko'zlarimga qarab qarag'ini ko'nglimdagi hamma o'ylarimni bilib turganligidan derak beradi. Shakila shu kunidan boshlab Laylagul ikkimizni yolg'iz qo'yishga odatlanib oldi. Uning holdan xabar elishnimi butunlay menga qoldirib, doktorxonaga operadigan ishnimi menga itirib qo'yib, texib pat-pat uni elib sirtlarga chiqib, oylanib kirishga buyurib, uningga moyil bo'lib qolganimdan xabar topganligini har bir ishida qasdan bildirib qo'ymoqchidek ta'sir berdi. Bularni Laylagulmi bilib turadi. Ammo har ikkimiz chandurmaslikqa tirishib yurdik. Yolg'iz qoladigan chog'larimiz ko'paygan sari Laylagul ikkimizning paranglari azlab, bir-birimizni tingshaydigan bo'lib qoldik. Ba'zi kunlari bir yerda kun-kunlab billa o'tirib ketsakmi, biri eg'iz zuvan surishalmaydik-yu, ashu yolg'iz qilishimizdan, ashu billa o'ltirishimizdan olamchi baxt sezadi. Qizlarga nima deb parang qilishni, gapni qandoq boshlashni bilmaydi. Yoshlikning jo'shqin vaqtlari bo'lgan 9 yilim turmada o'tgan bo'g'ashqa, o'zimni muhabbatga doir hech nima bilmaydigandek, texi andilatin quramimga yetayotgandek his qilardim. Shundaqdimi ko'ngilning cho'ng kichigi yosh qerisi bo'lmaydi ekan. Ko'ygi sikasi kuyib, xoliqi sikasi xolib qilaverdi ekan. Xoligan kishisi yonda bo'lsa, dunyoning shodligi shu ekan. Birdam ko'misa, odamning qo'li ishqa, eg'isi oshqa bo'lmay, jon tipirlab kichikgina qoladi ekan va hijron degan aslida shu ekan. Bularni tushungan chig'imda Laylaguldan ayrilolmas bo'lib qolganimni, buningdan keyingi hayotimda uni yo'qotib qo'ysam bo'lmaydiganligini cho'nqur bilib yetdim. Mening nazarimda muhabbat Laylagul edi. Baxt va xushallik, mukammal oila, bir quyosh mehr dal Laylagul edi. Lekin uningga ko'nglimni qandoq bildirishni bilmay sakbar edim. Yolg'iz qolganlarimizda tilim gapga kelmayotganda, kechalari tuzgan planlarim, o'ylashib, mashq qilib bir yerga opagan gaplarimning hammasi uni ko'rganda parga aylangandek, g'oyib bo'lganlarda o'z go'shimni o'zim yegudak bo'lardim. Yana his qilsam, muhabbatning shirinligi dal shuningdekan asli. Laylagul yolg'on puturga ko'ngicha kunda uning yo'l mengishini mashq qilishlariga hamroh bo'ldi.
u mangilmay taytanlab ketib qolsa tuvelib, yiqilsa yo'lab, ussisa suv tanglab, ish kuchlari chiqsa ha-hu deb yurib, har kunni birga o'tkazib yurgan kunlarda Shakila bilan opam menga ichib bermoqchi bo'lgan do'konning ishlari bitib, o'zim do'konga bormasam bo'lmaydigan, opam men bilan birga do'konning ishlarini yurishtirib, tijoratni jonlantiradigan bo'lib qoldi. Laylagul bilan Shakilaning holidan yangidan taklif qilgan xizmatkor qiz xabar oladi va Laylagulning mashqiga qarashadi. Men bo'lsam do'konning ishlari bilan halak edim. Opam fursat bo'lsa meni bozorni aylantirib, savdo taktikalarni o'rgatib, do'konni qanday qilib ro'naq topqizishning qo'yiga kirgizolmay avara edi. Asli men do'kon ichayotgan, opam menga yordamlashayotgan ish mening ko'ngil qo'ymasligim bilan men opamga yordamlashayotgan, do'konni opam ichayotgan holatga o'zgarib qoldi. Hozirroqni imkon topsam, berib kelay deb qo'yib uyga chapatdim va Laylagulni ko'rishga oldiraydim. Oxiri bir kuni qo'yi tutgan opam Shakila, Laylagul samandarlar bilan paranglashib o'ltirganda yuz xotir qilmay koyibli tushdi. Balam, sen mau do'konni ochamting, ochmamting. O'g'il bola degan oldi bilan yanchiqni tomlab qo'yib, andin boshqa ishlarni o'ylaydigan jumu. O'ginchi to'yingni qiladigan bo'lib qolsak, tegadigan qinim so'ramasmi ota-onasi cho'qim so'raydi. Nemish qiladigan bor ekan, puli bormi ekan, uyi bormi ekan, mashinasi-chi nemisiga taynab tirishlik qiladi ekan deb. Shu chaq bo'lganda do'konini opisi ochidi ekan, o'zi hadisli uyga qatrab, oshxona bilan o'birnining orasida paloqchiydi ekan desa, yomon sattura haqjan. Av do'kong'imi biza ko'nglishib qo'yli yigit balam. Ba japani o'zim yolg'iz tatib bo'lamaydi ekanman. Bu yoshga kelganda opam aramasin demay, qandoq gap endi bu? Hammaylar menga ostiridan qarab xildab kulishdi. Buni menmi ko'zimning qo'yrug'ida qarab ko'rib qoldim. Laylagul yaproqdek titrab, kashki shafaqdek qizargan holda tozaliq qog'ozini ushshaq qatlab o'tiradi. Shu an samoga tushgan yuragimdan bir siqim cho'g' elib, uning qo'liga tutqizg'im kelib ketdi. Shu qadar go'zal, shu qadar hayajonliq, shu qadar tatliq bo'ladi ekan oshiqlik degan. Ertasidan boshlab opamning gapi bo'yicha do'konga bakrak cho'kishga boshladim. Laylagulni olaman desammi, to'yimni qilib beradigan kishi yanala opam edi. Uning gapini anglamay, kimning gapini anglaydi? Bir talg'ini kuyimchan opamning gapini anglamaganning jazosini oz tatdimmi men? 9 yillik mahbuslik hayotimda burnimga butun umrimga yetgidek suv kirgan bo'lsa. Muhabbatnoma 40-qism. Shuhratning Laylagulni yoqtirib qolganligini bilgandan keyin ikkisining beshini qo'shib qo'yishni xohladim. Chin ko'nglimdan onalik mehrim bilan xohladim. Laylagul yolg'on putiga ko'nib, bemalol manglaydigan bo'lganda ikki bolani elib yurtga bir berib kelishni. Gulbahor ayoldan qiz so'rab, quduliq putishib qo'yishni o'ylab yurgan kunlarda qizning yolg'on put bilan saq odamnidek manglaydigan bo'lganligini anglagan, silliq paranglashganda o'z ko'zi bilan ko'rgan Gulbahor xushalligidan necha kunga toqat qilolmay taxli o'tib Urumchiga ketdi. Kasigo keldi. Umi yaxshi bo'lgani. Biroq Erponni agashtirib kelgini xuddi birsiga siqinib avaylab saqlagan nonning ko'kirib qolganiga o'xshash ko'ngilsiz bir ish bo'ldi. Jam bo'lish bilan Laylagulning manglaydigan bo'lganligini tabriklash davomida Erpan bilan Samandar hadisi takalishib qolg'ili tas-tamas qilib, bir-biriga so'g'uq tegishib yurdi. Bo'libmi Erpan ochsig'i g'amxo'rlik qilganimiz va o'zlarining hali hamma bizning uyda mehmon ekanligini unutib, fursat topsalar Samandarga qircha, yenichi tegib, uningga yot odamlardek muomala qilib, hammamizni tanglikdi qo'ydi. O'g'u Erpan uchun yot odam. Ammo biz uchun undaq emas. Shuhratga o'xshash o'z o'g'limdek bo'lib qolgan. Garchi oshkorlamagan bo'lsa-mu, qizimning ko'ngli tushgan va taqdir rizqni bir qilsa keyin kuyovlim bo'ladigan yigit. Demakchimanki, u mu oilamizning bir a'zosi edi. Shunga Erpanning u xildagi g'ish-g'ishlari menga faqatli yoqmay qo'ydi. Gulbaharmi o'g'lining bu qiliqlaridan bearam bo'lib, xijolatchilikda yurgandek qiladi.
Shu fursatda Gulbaharni ayırım tatib, onunğa deydigan bak muhim gepim borligini. Erpan bu yerda turaversa, Alimadis jidal chiqarib qo'yib, cho'ng ishlog'i daxli yetadiganligini. Shunga Erpanni yurtiga yo'lga sep qo'yishni o'tindim. Gulbahar aslida o'pkisi yo'q bir ayol. Gapning beshi chiqqan ekan, oxirini anglamasa o'ltirgan yeridan qo'pqolimi unmaydi. Oxiri jahilligim uning zo'rlab turib elishlariga tankilanmay, Erpanning yurtiga mengishni kutmayla o'ylaganlarimni, Layligul bilan Shuhratning beshini qo'shib qo'yish xiyolimni uningga aytdim. Kim bilsin, Gulbahar bu ishqa xushallik bilan qo'shildi. Hamda xushligini ichiga sig'dirolmay, shu kunining o'zila u gaplarni Erpanga debdi. Gulbahar qo'shilgan bo'lsa-mu, Erpan hargiz bo'lmaydi deganicha sakrabla tushib, hammamizning ko'nglini besaramjon qilib etdi. Nemishqa bo'lmaydiganligi so'ralganda chiqqan javob hammamizni hayron qoldirdi. Erpan hech qachon qilmagan saranglikni qilib, Layligul Shuhrat bilan to'y qiladigan ish bo'lsa, men Shakila bilan to'y qilaman. Agar Shakila ikkimizning to'y qilishiga qo'shilmasanglar, men Layligulning to'y ishiga qo'shilmayman, deb turib oldi. Balalarning to'y ishini o'zidan boshqa cho'nglar maslahat qiladigan, qo'shilsa qo'shilmasa aynan aytadigan ish azaldan bor. Lekin ochisining to'yiga inisining qo'shilmaydiganini, yana kelib dadisi bir yoqda qilib, buning dadiliq o'rniga chiqib elib buyruq so'qadiganligini o'ylabmi baxmabdi ekanman. Tex qarab tursam, buning gapi o'zidan cho'ng. Xuddi o'g'limga jahon tavasidan faqatli qiz depilmay, ondan Layligulga chaplashgandek. Xuddi Layligul bularning oilasining e'tiborli go'hri hisoblanib, hamma yerda talashdi qoldigandek. O'g'limga bamisa, boshqa yigitlar eshik oldida o'chrat bo'lib tizlashib turib to'y taklifi qo'ydigandek. Uning gaplarini anglab arvoyim ushdi. Ayni chaqda qizim Shakilani tashlab etadigan chaqda bu jasurligi yo'qdi. Gulbahar Shakiladan ayrilib ketsan deb qistiganda bu mardonaligi yo'qdi. Gulbahar uyimizga kelib jidal chiqarganda bundaq novchilik bilan oldiga chiqib opisini jimlabmi baxmagan. Endi nadin keldi uning bu qadar cho'ng gap qilish xo'rigi? Layligul Shuhrat bilan to'y qiladigan ish bo'lsa, men Shakila bilan to'y qilaman deb ketishlardan aylanay. Qizim qo'shilsa, men beray desam, ondan qila o to'yni. Xiyolida o'g'limni, achamni amasa qiz depilmay menga bo'yta qoladi debdi-da bu bayqush. Mushalarni xiyolimdan o'tkazib arvoyim 40 gas o'rdi. Men Shuhrat bilan Layligulning beshini qo'shib qo'yish xiyolimni Gulbaharga kussida bir tinib qo'ygan bilanla, u xushalligida bir kunning ichida hammaga pur ketkizib atgan tursa. Hammaylan, hatto Shuhrat bilan Layligulning o'zimi bu ishdan xabar tepib, birsi qizirib u hujraga, birsi gulqaqaldir echilib singlisining yeniga cho'kib yejishib o'ltirsa. Endi bo'lganda qizning inisi unumaydi ekan debla beshini qo'shib qo'ymaydigan qatorga chiqqili bo'landi. Shularni nazarda tutib, savr taqatimni xeli cheksiz qilib baxdim. Maslahatni ana bola uchiga qo'yib jimida o'ltirib bersam, o'bdali talash tortishlari chiqqilib turdi. Erpanning deyishicha, Layligul bilan Shuhrat to'y qilib, ikki oila tuqqan bo'lib berish-kelish qilishib yursa, Shakilami biz bilan tang ularning to'yiga qatnashib, Samandar bilan yetilishib uylarga kirib chiqib yursa, Erpan ularni ko'rib tursa, buningga zodi chidamaymish. Ya Layligul bilan Shuhratning to'yini Shakila bilan Erpannikiga qo'shib qiladi ekanmiz. Uningga unmasak, ochisi bilan o'g'lim to'y qilsa, qat'iy bo'lmaydi ekanlar. Ko'ring bu karomatni. Nadimi bundaq yo'lsiz talab bo'ladi? Kimning kallasidan o'tdi bu gap? Davrab kelayotgan achchig'imga aron tasti chidab jimmida o'ltirganimda Gulbahar so'zlab ketdi. Voy balam, hozir degan Shakila qizning loyig'i bor. Sen bilan to'y qilamaydi. Berish kelish qilib o'lsak nim bo'pti? Shakilani singling o'rnida, Samandarni og'ining o'rnida ko'rsang bo'ladi emasmi? Loyiqi bo'lish bo'lmasligi bilan ko'rim yo'q. Ham xiyol qilyapsiz, apa. Bu undaq o'ng'ay ish emas. Men hech kimni hech nimam ko'ramayman. Loyiqi bor bo'lsa ayrilib ketgili bo'ladi. Ish qilib, Shakila bilan to'y qilaman. Ondan Layligul Shuhrat bilan to'y qilmayli. Sarangda gap qilma. Nada bir odam seni deb loyiqidan ayrilib ketib yuriydi. Menmi uni deb ayolimdan ajrashib ketdim-ku. U meni deb ayrilib ketsa nim bo'pti? Hozir burun qichoqlarga o'xshamaydi. Bilvatamsan. Hozir degan qizning ko'nglida, turmushida Samandar deb boshqa biri bor. Samandar. Yana oshu Samandar. Meni Shakiladan ayirib o'tgandek qudurtingiz bo'lgandan keyin
Hili mikirlaringizni ishqa silib, samandarni shaklidan ayirvatsangiz bo'lmamdi. Qilay desangiz qo'lingizdan keldi u. Sarang bo'psan, kallangdan ketibsan Erpan. Opangga mı shundoq gap qilamsan? Men shunday qilaman. Meni shakillardan ayirvatgan odam siz. Bu ayrilishning azobini, shakillarni hozirgacha unutmayapman. Apa bo'lgan odam balasining baxtini ko'zlamay, o'zining pichlik manfaatini deb hamma ishni ostin-ustin qilib o'tib. Amdiga kelganda yana o'zining gapini gap qilsa bo'laveradi-kan. Bizni ayirvatganmisiz? Amdi qaytadan yarashtirib to'yimizni qilib qo'ying. Undan keyin Leylagul bilan Shuhratning to'yini o'ylasangiz mayli. Unda qilmaydi ekansiz, men hargiz yo'l qo'ymayman. Voy, sen nima o'ylab tavatsan bu gapni? U ish degan u ish, bu ish degan bu ish. Ikkisini o'xshash o'ylawasan qandoq bo'ladi? Saq odamdek gap qila jinim balam. Shakila o'zi xohlamasa, uning bilan to'yini qilib qo'yamayman men. Ish qilib, men gapni deb qo'ydim. Qag'ini o'zinglar bilinglar. Men qo'shilmasam, bu to'yni qilganinglarni bir ko'ray. Qanday qilasizlarkin qani? Ana bola ikkisi yuz xotirini unutib urushib ketdi. Ayirmadim, besiqtirmadim. Shu holatda birsi yig'lab u yoqqa, yana birsi ochiqlab bu yoqqa o'tib jimib ketishdi. Bu ishning sirkisi samirib qoldi. Endi men oraga tushsam bekor edi. Shunga nima qilishsa o'zlari qilishsin deb o'zimning ishini qildim. Shu tariqada jidallashib, qorong'u tushay deguncha ular faqatli besiqmadi. Uyni shularga qo'yib berib, sirtqa chiqib aylanib kirishni o'ylab turganimda Gulbahor o'g'li bilan urushib, yana Laylagulning hujrasidan yig'labli chiqdi. Shakila o'zining hujrasida Laylagul bilan birga bevosita tarqitib mal tunishtirib-atdi. Gulbahorning yig'izorlik qiyochiya ovozi bevosita tarqitish qima chiqib qoladigan bo'ldi deb ansirab turardim. Yolg'on puti bilan o'zining so'l putini bir aplik moslashtirib mengib chiqib kelgan Laylagul opasini jimladi. Appa, ovozingizni past qiling. Tarqitishga chiqib qoladi. Shu topda Shakila mal tunishtirib-atgan. Qanday qilaman amsa? Ufqan degan sarang o'zining gapida chingtirib oldi. Seni Shuhrat balam bilan to'y qilg'izmaydi ekan. Ocham Shuhratga tegsa menmi Shakilani olaman. Shakilan menga ipamsiniz, ochamni to'y qilmaydi deb turibsa. Shuncha gap qilib baqsam unimi deyishu. Gulbahor Laylagulning hujrasidan chiqayotgan Erpanni ishorat qilib, yana buqildab yig'lab ketdi. Laylagul chaqqonlik bilan Shakilaning hujrasining eshigini yopdi va chiroyini g'o'shida qilib inisiga tikilib qaradi. Mayli u Shuhrat ikkimizning to'yiga qo'shilsin, qo'shilmasin, Shakila hargiz uningga tegmaydi. Men to'y ishimda uning fikrini elib o'ltirmayman. Menga lozimi baxtli turmush, hargiz men enimning buyruqvozligi emas. Shakila Erpanga takkili unimsa, shu ishni deb u meni Shuhrat bilan to'y qilg'il qo'ymasa, keyingi umrimda menga oila, bola chaqa kerak bo'lmamdikan. Meni meyibgan, bir puti yo'qkan, o'zining hojatidan tasda chiqadigan demay Shuhrat yaratdi. Endi Mavu xo'jam Shuhratga tegmaydi desa, boshqa bir kim taxi yaratmasa, umr bo'yi qiyin qiz bo'lib o'ltirib beramdikanman. Keyingi umrimda u baqamdikan meni-ya. Dadam bir yanda qilib, mening to'y ishimni bu qaror qiladiganga nadan chiqqan qoidikan u. Erpanning Shakiladan ayrilib qolganligiga echinaman. Bu ish uchun hozirmi afsusliqim bor. Biroq u ishlarga men emas, siz sababchi. Endi dadinglarni mendan olamdikansizlar. To'la ichimni siqib jidallashavermanglar. Shuhrat o'zi yaltiyib qolmasalar, meni meyib ko'rib chanmasalar, uning bilan cho'qim to'y qilaman. Erpanning kim bilan to'y qilishi men bilan munosabatsiz. Shakilani men bilan to'y qilasan deb zo'rlaydiganga uning texmi haqqi yo'q. O'g'il bola turib ayni chaqda ishlarni yaxshilashtirishning tuzuk amalini topolmay, siz o'lib berman deb nihoyat bir og'riq to'xtatish to'g'risida nechital ichib olgan bilan qo'rqib ketib, o'zi ayrilib ketdi Shakiladi. Shu chaqda unda qilmang desam siz unig'anmi? Menga bo'lishib, Ufqani o Shakiladan ayrilib ketishga da'vat qilmading deb men bilan urushib yurgan edingiz. Endi qani shu amallaringiz? Erpanni deb mening baxtimni do'g'ri tikadigan ishingiz bo'lsa hozirdan, bo'lmasa o'g'lingizni boshqarishni biling, apa. U saq, tandurus, nima ish qilman desa qila oladi, kimni olaman desa ola oladi. Lekin men meyib, boshqalar o'zi yaxshi ko'rib tanlasa, mening boshqalarni tanlash, qo'g'lishish yoki rad qilish huquqim yo'q. Uning ustiga Shuhratdan voz kechsam, meni chin ko'nglidan yaxshi ko'radigan ikkinchi bir odam hargiz chiqmaydi.
Көдіңіз әні, қатнаш hadisesida meyip болып қағынымға нәтчі күн болмаста хеліқі әтіварлық боғысы құдыларыңыз халық алам алдыда içirgen çayını yandırıp, dastıqınını ep ketmedi mu? Toyuncu muhabbetimden mu siz ayırıp ettiniz? Siz zorlap durup pütüşken toyunu yandırıp, o obdan құдыларыңız meni yer bilen yeksan qılıp etdi. Meyip болып қағынымның dədini kötürənmey qalsam, toyunun yanğını ələm qılıp yürükümni zərdigöş qılıp etdi. Şu işlerden azar yap nәtçi qatım ölüp elişini mi oyladım? Təlimgi şəkillə mənə dostluq, tuqqalıq qolunu sundi. Mən aran degəndə turmuşqa bolğan işençimni qaytadan tapdım. Nemi qısanglar qılanglar. Bunundan keyin mening turmuş işimə aralashmanglar. Mən əmdi sizlərning ko'zinglarga qarab yaşamayman. Layligül hamma gaplarini deb to'xtaganda uy ichi timtasliqqa cho'kdi. Hatto Shakilaning hujrasidanmi bevosita tarqitish ovozi kelmay qo'ydi. Demak, u mu bevosita tarqitishni to'xtatib, mehmonxonada bo'layotgan paranglarga quloq selayotgan edi. Shuningdan keyin bu jidal joyida besiqdi. Erpan hech qaysimizga bir eg'iz gap qilmay, ya apisiga, ya ochisiga xushmi demay, eshikdan sug'urilib chiqqan peti g'oyib bo'ldi. Әдісі түшкічі қайтып кәмегенден кейін Gülbahar оныңға телефон беріп нәділігіні сорып еді, әдігерлік аэропланға олтырып, yurtiga қайтып кеткелдігіні айтыпты. Şu күнден итибарен u acısının toyu işiga, hatta hech qandaq işiga aralashmadi. Qatnashmadi, qarasini mı ko'rsatmadi. Bu ishlar loyiqida bir taraf bo'lganda qilg'ini bilan bir yerlardan g'ashlik purab turadi. Hammani vaqtga qo'ydik. Asta-asta yaxshi bo'lib ketadi dedik. Shuningdan boshqa amalimiz yo'q edi. Erpanning Shakila bilan yarışib qilish qasdida ochisining baxtiga chang silishdan yanmaganiga ko'nglim yerim bo'ldi. Bir o'ylasam, u mush usul orqali Shakilani qistab baxmoqchi bo'lib qasddan qilgandekmi tuyulatdi. Qandaqli bo'lmasin, maqsadlar oshkor bo'lgan ekan, chinroq turmasam, qo'limdagi baxt qushidan ayrilib qoladigandek bir jiddiychilikda opamning ko'ziga talmirib qaradim. Opam Shakila bilan yaxshi o'tadiganligimni bilardi. Balkim uningga ko'nglim borligini bilishi mumkin edi. Erpan sarangliq qilib o'z xiyolini oshkor qilgandan keyin opamga Shakila bilan to'y qilgan borligini deyishni ko'nglimga pukib o'yga bosam, u hammilarimni elib g'uljig'i minishning tayyorligiga tushibdi. Deydigan muhim gapim borligini aytib, yarim soat kechikib minishni o'tindim. Biroq opam endi yo'lga chiqmasa aeroplanga kechikib qoladiganligini, nima gap bo'lsa telefonda deyishimni aytib, shirkatning ba'zi ishlarini uning o'rnida bajarib turishimni topilab, qancha chaqirib to'xtatganlarimga unamay, chamadonni so'rab ishdan chiqib ketdi. Kallam qop-quruq, ko'nglimda bir talay g'am. O'ylagan sir ichim pushib, Shakilani seg'inib ketib baratdim. Men uni baxtli qilishni, uning bilan birga baxtli yashashni o'ylaydim. O'ltirsam qopsam ansiraydiganim opamning to'y ishimga qo'shilmasligi. Shakilaning meyibligi tufayli uni qatorga olg'usi kelmay qo'yishi edi. Bu gaplarni telefonda desam bo'lmaydi. Opamning ko'zlariga qarab, qo'llarini tutib, yuragimni uningga anglatib, chin samimiyatim, barliq orzularim bilan qalbiga cho'kib turib, yuz turani deyishim kerak edi. Shundaq bo'lgandala, bu ishda g'alaba qilishga qarab yaqinlig'ili. Opam tushunmagan ba'zi gaplarni, ba'zi ishlarni texim aniq tushundirgili. Uning qo'llashini qo'lga keltirgili bo'ladi. Shundaq bo'lgandala, bu ishda g'alaba qilishga qarab yaqinlig'ili. Opam tushunmagan ba'zi gaplarni, ba'zi ishlarni texim aniq tushundirgili. Uning qo'llashini qo'lga keltirgili bo'ladi.